Bugun sizlar bilan menga Ninislar tomonidan berilgan savollarga javob beraman. Tug'ilgan kuningiz qachon? Mening tug'ilgan kunim 20-fevral. Ahvolingiz yaxshimi? Ko'rib turganingizdek men juda yaxshiman. Desam ishonmaylar yomon. Qayerda, qaysi maktabda o'qiysiz? When they see me, they salute to have a juku. Some pink pumps, pink. Men birinchi maktabda o'qiyman. Men sizlarga savol desam, sizlar PPTni qo'yibsizlar-yu. Meni ismim, yoshim, familiyam. Siz mabodo ko'yish ko'rmasmi yoki bazmi? Nechinchi yil siz ismingizmi? Meni ismim Sabina, yoshim 2010. Kimni sevasiz? Yigitingiz bormi? Plyus ismi. Wait a minute. Who are you? Bilmasangiz men o'zimni sevaman. Meni 7 dugoshim bo'la olasizmi? Hazillashdim, mayli, dugonangiz bo'laman. Top 6 ta yoqtirgan aytib beringiz. Ryoxonju Taimitsu, sizlar, Miss Jungsu Official, Blink Jennifer va yana sizlar.